Assalomu alaykum, kanalimizga obunachi bo'lsangiz, manaki chistotning nasosi o'zini o'zi obrotini kamaytirib ko'paytirishi mana shu kran orqali sizlarga tushuntirib beraman. Mana hozir kranni ochsak, birdaniga mana ko'rayotgan bo'lsanglar 2.66, 2,5 bardan sal oshiqroq ko'rsatib turibdi. Mana hozir ko'rsak, mana ishga tushib ketdi. 2.3 bar, 2.2 ana 3 bar ko'rsatyapti mana. Polni ochamiz, mana obrotini ko'taryapti yana. Chistotning nasos mana shunaqa ishlaydi. Kranni yopgan sarimiz o'zini obrotini kamaytiryapti. Davleniyani почти bir xilda ushlayapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana shu nasos misol uchun bitta kranga o'zini obrotini kamaytirib ishlatadi, 4 kran ochganda obrotini kattalashtirib, anaqa cho'tki ishlaydi. Anaqa chistotli nasoslardan qo'ysanglar uylarga, bemalol maza qilib ishlatadigan joy. Mana hozir yana ko'taramiz, kranni ochib yuboradik, obrotini ishlatyapti. O'zi zvuki ham nihoyatda past. Mana bunaqa motor kirishdan oldin grubashli filtr qo'yilib, mana renklar bilan konkret ishlaydi. Alloh rahmat.